Assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan To'g'ri. Bu mening birinchi videoyim. Kamchiliklar bo'lsa oldin uzr so'rab qolaman. Bugungi videoda men o'zimni o'ynab kelayotgan bot akkauntimni obzor qilamiz. Buni qana bo'lsam ketdi. Qana boshladik bo'lmasam. Mana kiyimlar mana shu akkauntdagi kiyimlar. Qanchadir ham sizdan erib solingan. Kaskalar ham mana shu, mana. Bosh kiyimlar mana shu. Ochkilar. Bitta mifik bosh kiyim bor, ilib qo'yganlar mana shu. Tepa setlarda mana bu oldi set bor, mana bor, mana bu bor, panda. Ilib pastki setlar sumkalarga o'tadigan bo'lsa, sumkalarda mana sumkalar bor. Pastki setlarda mana bunaqa normal setlar bor. Endi oyoq kiyimlarga o'tadigan bo'lsa, mana shu oyoq kiyim bor, ilib ananas setda oyoq kiyim bor. Keyin naqaga o'tamiz. Qurollar hozir betdan ko'rsatib o'tirishim shart emas. Laboratoriyadan o'tkazamiz. Mashinalar ketdi. Men mashina bor, Aprildan olganman. Bagilardan mana bu ikkita bagi bor, default bagilar bor. Ularni ham tushirib olganman naqadan. Eng qizig'i joyiga kelsak, ikkita 22 ta premium case bor, bitta naqa bor, kristal bor, 21 ta bundan bor. Bu ikkovidan bor. Populyarnislari mana. Shuncha populyarnisi bor. Eslatib o'taman, bu akkaunt sotilmaydi. O'zim kelayotgan, hozir o'zim kuchaytirayotgan akkaunt bo'ladi. Va ustaxonasiga kirsak, laboratoriyaga 3 ta gilchat bor, 3 ta ham 2. Endi buni kuchaytiraman desanglar, 7 ta mini material bor mana. Hozir ko'rsataman, 7 ta mini material bor, yana 3 tadan keyin bittasini gilchat qilib olasizlar. Mana, bu yerdan ham AirPod qo'yganmiz. Mana 100 gacha qo'yamiz, mana akkaunt ko'rdik. Leveli buni 49. Astaminatiga chiqqan kattasi. Xayr, bu mening birinchi videoyim. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman.